Putin Xitoy ziyoratida bir qator kelishimlarni imzoladi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Amerika prezidenti Trumpning ziyaratidan keyin Putinning Xitoyda ziyoratda bo'lishi butun dunyo axborotininki diqqatini qo'zg'agan masalalarning biri. Albatta tafsiliy holatda birozdan keyin bu ziyoratning nimalarni maqsad qilganligini ham to'xtalamiz doktor bilan. Ciddi holatda dunyo vaziyati hali ham turyapti. Bu bo'libmi Rossiyaninki Ukraina urushi davomlashayotgan va Amerikaning prezidentining ziyaratidan keyin buning o'tirib qo'yilishi ham ziyoratda imzolangan masalalar albatta butun dunyo axborotlarida tafsiliy holatda o'tirib qo'yilyapti. Ma'lum bo'lishicha bu Putinning Xitoy qilgan 25 qitimliq ziyorati bo'lib, bu qitim Xitoy bilan energiya, iqtisod, savdo, ma'rif, fan texnika qatorliq sohalarni o'z ichiga olgan ko'plagan hamkorlik kelishimlarini 42 kelishim imzolanganligi bildirildi. Putinning ziyorati jarayonida Kreml sarayining bayonotchisi taratqularga Putinning 11-oyda Xitoy sohibxonlik qilgan Asiya Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti boshliqlari yig'inida Trump bilan ko'rishishini chetga qoqilib bo'lmaydiganligini bildirgan. Putin 19-20 may kunlarda davomlashgan Xitoy ziyoratida Xi Jinping bilan orqama-orqa kichik doiralik va kengaytirilgan suhbatlarni o'tkazdi. Ikki taraf Xitoy-Rossiya o'zaro qo'shnilik, do'stlik va hamkorlik shartnomasining davomli kuchga ega bo'ladiganligini ta'kidlashdi. Hammamizga ma'lum, 25 yil to'shqan bir shu do'stlik hamkorlik shartnomasini yana yengilgan bo'ldi bu qatim. Xitoy bilan Rossiya o'rtaq bayonot e'lon qilib, ayrim davlatlarning zo'ravonlik siyosati yurgizganligi, yangi mustamlakachilik tushunchasida ching turib olganligini da'vo qilishgan. Bu albatta axborotning diqqatini qo'zg'agan masalalarning biri. Ya'ni bu albatta usti yepiq shaklda kimni ishorat qilayotganligini, ba'zi vaqtda Amerikani nishon qilayotganligini hammamiz bilamiz hamda. Shu shaklda bayonotlar, so'zlar axborotga berildi. Ko'p qutbli bir dunyoning shakllanishi kerakligi haqidagi bularning so'zlari. Aloqador analizlarda qayd qilinishicha, Putinning bu qatimliq ziyoratida dunyo diqqat qilayotgan zo'r masalalarda bo'sish xarakterlik natijalar ko'rilmagan. Putinning ziyorati oxirlashgandan keyin Rossiya uzun buyon ilgari surib kelgan Sibiriya quvvati 2 tabiiy gaz turbi yo'li turida yanada amaliy ilgirlash ko'rilmagan. Gerçi nurg'un axborotlarda mushu masalalarning qaytadan imzolanganligi bu degandek masalalar tilga ilingan bo'lsa-mu, ahvol bu. Navbatda Trump va Putinning orqama-orqa ro'yobga chiqqan Xitoy ziyorati haqidagi selishtirma analizlar, turli farazlar, mulohizlar hali ham o'tirib qo'yilyapti, yezilyapti, sezilyapti degandek albatta oldimizda kunlarda yana davom qiladiganligi aniq bu masalaning. Xo'sh, albatta doktor Erkin Akramdan anglaymiz.